Hammaga xayrli kun. Inshaalloh bugun yangi gullarimizni terib oldik. Bundan oldin videolarimizda prямо o'sha tegaz zavodining o'zidan video qilganmiz. Profil yo'lda bemalol ko'rib, aniq ma'lumot olsalaring bo'ladi va bizdan ko'pchilik so'ragan endi 80 sm dan boshlab 2,5 metrligacha bo'lgan daroshkalar narxlarini qo'ldan kelgancha yoritib berishga harakat qilaman. Qisqa bo'lsa ham manfaatli video bo'ladi. O'tkazib olmasam bizga obuna bo'lib, like bosib ko'rish eslaridan chiqmasin. Bo'lmasa biz boshladik. Xo'p, yana 80 sm daroshka so'ragan mijozlarimiz uchun yana 80 sm 1 kvadrat metri 50 ming so'mdan 70 ming so'mgacha bo'lgan yana 80 sm daroshkalarimizni 1 metrini ataga hurmatli obunachilarimiz uchun 36 ming so'mdan qilib beramiz. Bulardan ozroq qolgan. Inshaalloh yangi partiyalari bor. Bularni ham videoda o'tkazmasdan ko'rsalaring, obzor qilib o'tamiz. Bundan tashqari yana 1 metrlik shunaqangi 1 metrini bundan oldingi videolarimizda 49 ming so'mdan qo'ygan daroshkalarimizdan shunaqangi ozgina laxtaylari qolgan. Bularni ham 46 ming so'mdan qilib beramiz inshaalloh. Bu yerda bor 8 metr, 10 metr, 12 metrgacha bitta butun qilib berishimiz mumkin. 46 ming so'mdan bo'ladi narxi. Bundan tashqari yana 1,5 metrlik daroshkalarimizni narx-navolarni arzonroq qilib bering degan mijozlarimiz uchun 1 metri 99 ming so'mdan boshlab, kvadratiga emas, metrga aytyapman. 1 metri 99 ming so'mdan boshlab arzonroq 1,5 metrlik daroshka so'ragan mijozlarimiz uchun 1 metri 75 ming so'mgacha olib kelib qo'ydik. Bularda eni 1,5 metrlik bo'ladi. Va bundan tashqariga ishlashgacha uzoqroq xizmati uzoqroq bo'lsin degan mijozlarimiz uchun yana 1 metrlik yangi daroshkalarimiz kelgan. Narx-navolarni ataga 79 ming so'mdan qilib beramiz. Qalinligi ancha qalin bo'ladi. Kelib bemalol ko'rib xarid qilsalar bo'ladi. Minimum 5 yildan 8 yil, 10 yilgacha xizmat qiladi. Bundan tashqari bularda komplektda yana 1,5 metrlik 1,20 lik daroshkalarimiz ham bor. Misol uchun siz buni bitta koridoringizga 1,1 metrlik olgan bo'lsangiz, xuddi shuni 1,20 lik nisbatan kengroq joyingiz uchun komplekt holatga keltirib beramiz. Bundan tashqari kasbasi yaxshiroq bo'lsin degan mijozlarimiz uchun yana 80 sm lik bo'ladi. 1 metrini ataga 55 ming so'mdan qilib beramiz. Bu ham shunaqangi kirchimoligi yaxshi, qalinligi ancha qalin bo'ladi. Yana 2,5 metrlik karaylarimizni so'ragan mijozlarimiz uchun 1 metrini ataga 1 metrini 180 ming so'mlik variantlardan olib kelib qo'yganmiz. Bundan ko'ra arzonroq bo'lsin degan mijozlarimiz uchun mana bunaqangi 150 ming so'mlik variantlari ham bor, xudo xolasa. Yana ham arzonroq bo'lsin 2,5 metrlik degan mijozlarimiz uchun shu ko'rib turgan yana 2,5 metrlik daroshkalaringni 1 metrini 150 ming, 170 ming, 180 ming so'm sotilyapti. Hurmatli obunachilarimiz uchun ataga 125 ming so'mdan qilib beramiz va 2 metrliklarni, xuddi shularni 2 metrliklarni 100 ming so'mdan qilib beramiz. Bundan tashqari orqasida 280 lik va 3 metrlik kavraylarimiz ham bor. Bu yerda assortimentlar ko'p. Imkon qadar o'zim qisqaroq bo'lsa ham video qilishga harakat qilyapman. Sabab bugun yuk tushirish jarayonlari bo'ldi. Shuni hisobiga bolalarda charchash bor. Qo'limdan kelgancha o'zim sizlar uchun video qilib qo'yapman. Yana 280 lik bo'ladi. 1 metri ataga 140 ming so'mdan boshlab 200 ming, 250 ming so'mgacha bor. 3 metrliklarimiz ham xuddi shunaqangi bo'ladi. Ya'ni 3 metrlik. Ularning ichida eng arzoni 140 ming so'mdan boshlab 200 ming, 220 ming so'mgacha metrajlarimiz bor. Mana bunaqangi 1 kvadrat metri 79 ming so'mliklarni ham sizlar uchun olib kelib qo'ydik. Bularning ham hamma razmeri bor. Endi 3,5 metrlik va hamma so'rayotgan endi 370 lik metrajlarimiz ham 1 metriga ataga 200 ming so'mdan. Bu kolleksiyalarimiz ham yangilik keldi. Kassalari hamyonbop bo'lgan. Endi 320 lik 1 metri 250 ming so'mdan boshlab 140 ming so'mgacha bor bularning ichida. Bundan tashqari mana bunaqangi 1 metri 280 ming so'mdan bo'lgan yana 4 metrlik kavraylarimiz ham bor. Va yana 4 metrlik metrajlarda metrini 180 ming va 190 ming so'm sotishyapti degan mijozlarimiz uchun mana bunaqangi arzonroq kassalarni olib kelib qo'yganmiz. 1 metri ataga 185 ming so'mdan bo'ladi. Buning ichida o'sha 250 ming so'mlik variantimiz ham bor. Va bunimiz ham shunaqangi 185 ming so'm. Va premium kassa so'ragan mijozlarimiz uchun bu bilan aytib o'tganimdek buni adashtirib qo'ymaysizlar. Bularimizni 1 metr narxi 400 ming so'mdan bo'ladi. 1 kvadratiga 100 ming so'mdan va 520 ming so'mlik metri
1 kvadrati o'shanda sizlarga 130 ming so'mdan to'g'ri keladi. Bularda 100 ming so'mdan. Bundan ko'ra hamma bo'lsin degan mijozlarimiz uchun endi 4 metrli variantni ko'rsatyapman. 1 metri ataga 360 ming so'mdan bo'ladi. Kvadratiga endi hisoblab olaverasizlar. 1 metri 360 ming so'mdan. O'shanda kvadratiga hisoblasa 90 ming so'mdan to'g'ri keladi. Qalinrog'ini, yana ham qalinroq, yana ham sifatlirog'ini ko'rsating degan mijozlarimiz uchun mana bunaqangi ipay poliesterli, orqa to'qilari zich bo'lgan, o'zimizni TGS zavodida ishlab chiqarilgan premium kassalardan olib kelib qo'yganmiz. 1 kvadrat metri 180 ming so'mdan va hamma so'rayotgan sak zavodini 1 kvadrat metri 180 ming so'mlik variantimiz ham bor. Zavodning umuman aloqasi yo'q. So'raganinglar uchun aytib qo'yapman va mana bunaqangi 1 kvadrat metri 200 ming, 250 ming so'm va 180 ming so'mlik variantlari do'konimizda mavjud. Detskiy gilom so'raganlarga 1 kvadrat metrini ataga 50 ming so'mdan beryapmiz. Videomizni endi ko'rib turgan bo'lsangiz, like bosib, obuna bo'lib qo'ying. Bizni videomizni kutayotganlar uchun bu video inshaalloh qisqaroq bo'lsa ham o'zim qo'ldan kelgancha video qilib qo'yapman. Hop, like bosib, obuna bo'lib qo'yasizlar. Va bizda mana bunaqangi premium kassalarda arzonrog'ini so'raganlarga 1 kvadrat metri 145 ming so'mdan, 1 kvadrat metri 145 ming so'mdan materiali ipay paxta poliesterli bo'ladi. Ro'zg'orga ishlatgani ham bo'laveradi. Yumshoqrog'ini, oppoqrog'ini ishlataveraman degan mijozlarimiz uchun, yo bo'lmasa kelinchaklarimiz seplariga ham shunaqangi 1 kvadrat metri 145 ming so'mlik variantlarni olib kelib qo'yganmiz. Va bundan tashqari hamma so'rayotgan turistskiy yoki Eron gilomini hamyonboproq variantini ko'rsating deganlarga o'zimizni o'sha Sakzodda ishlab chiqarilgan 1 kvadrat metri 270 ming so'mdan bo'lgan qalin gilomlarimizni olib kelib qo'yganmiz. Va mana bunaqangi 1 kvadrat metri 230 ming so'mlik TGS zavodning premium kassada gilomlari ham bor. Bularni ham endi 80 santimetrlikdan 2,5 metrligacha daroshkalarini komplekt qilib beramiz. Narx-navolari ancha arzon bo'ladi. Bularimiz 1 kvadrat metr 230 ming so'mdan. Mana bunaqangi tomli siniy variantlari ham bor va 135 ming so'mlik. Mana bunaqangi ipay poliesterli yumshoqroq, narx-navosi arzonroq so'raganlarga material ipay poliesterli bo'ladi. Nisbatan yumshoqligi ancha yaxshi. Seri svetni so'raganlarga va mana bunaqangi premium kassalarimizdan ham bor. 1 kvadrat metri 180 ming so'mdan bo'ladi. Bularimiz endi enliroq ham bormi degan mijozlarimizga 2,5 metrlik komplektlari ham bor. Va hamma so'rayotgan 1 kvadrat metr 99 minglik, 50 ming, 45 ming so'mlik mana bunaqangi tafti mahsulotlarimizni ham olib kelib qo'yganmiz. Va arzonroq mana bunaqangi kavralin palos so'ragan mijozlarimizga 1 kvadrati 22 ming so'mdan kavralin paloslarimizni olib kelib qo'yganmiz. Buni endi ishlatgan odam biladi. Kassasi qanaqa bo'lishini. O'sha oddiy prostoy palos 1 kvadrat metri 22 ming so'mdan bo'ladi. Bundan tashqari joy namozlarimiz bor. Bular albatta hammasi hadya uchun. Bizdan 1 million so'mdan oshgan xaridlar uchun inshaalloh shunaqangi qalin joy namozlarimizni hadya sifatida beramiz. 2 million so'mdan oshiq xaridlar uchun 2 ga 3 kilomimizni mutlaqo bepulga hadya sifatida beramiz va 5 milliondan 10 million so'mgacha xarid qilgan mijozlarimiz uchun 3 ga 4 kilomimizni sizlar uchun hadya sifatida beramiz. Videoda o'tkazmasam shu joyga ko'rgan bo'lsangiz, narx-navolarda qo'ldan kelgancha o'zim yoritib berishga harakat qildim. Bizga obuna bo'lib, like bosib, gilam olaman degan tanishlaringizni jo'natib qo'yasizlar. Shunaqangi qiziqarli videolar o'tkazib yubormaslik uchun gilamlarni asl narxida bizdan xarid qilish uchun bizga obuna bo'ling, like bosing va gilam olaman degan tanishlaringizni jo'natib qo'ying. Manzilimiz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar kombinat bozorini ichkarisida Ziyo gilomlar markazi. Telegram orqali yoki telefon orqali murojaat qilsalaring bo'ladi. Dastavkalarni inshaalloh 12 ta viloyatga taksi orqali chiqarib berishga harakat qilamiz. Pryamoy dastavka yo'qmi degan mijozlarimiz uchun. Bu yerdan pryamoy dastavka qilib olsak, narx-navosi qimmat bo'lib ketadi. Shuning uchun sizga yetib borishini o'ziga taksi orqali gaplashib bersak, sizga ham nisbatan arzonroq bo'ladi. Bizdan uzoqlashmang, bizga obuna bo'ling, bizni qo'llab-quvvatlashda davom eting. Tez orada 10 mingta bo'lishimiz kerak. Maqsadimiz xalqimizga, o'zimiz singari insonlarga gilomlarni asl narxida, arzon narxda sifatlisini yetkazib berish.
Ziyo Gullar markazi hamisha bir qadam oldinda. Biz bilan vaqtingizni va pulingizni tejang, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Profilga o'tib boshqa videolarga ko'rib, like bosib qo'yish eslanglar chiqmasin. Sog' bo'linglar. Hammaga yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin.